Assalomu alaykum aziz obunachilar. Katalizator bitnashka va injektorlarni yechganmiz. Injektor kurvasida teshik va shu qolmagan akalar. Bular faqat gazda yuravergan, bilmayman bular. Benzinda zavod bo'lmaydi mashina, umuman deydi. Qayerdan zavod bo'lsin? Injektorlarni teshiklari yopilib, sensorni tashlarning ahvolini qarang. Вообще zanglab yotibdi. Plasmassa ham zanglab ketar ekanda. Katalizator ko'ryapsizlarmi? Katalizator mana tepasi bo'sh yopilgan va yonidan kovlab mana shundan o'tib ketmoqchi bo'lganda havo ham garaj skarasini uni qurt yeb qo'ygan o'xshab hamma yog'i yonib ketgan katalizator akalar. Bularga yangi katalizator qo'yib injektorlarni pramivka qilib, zakonnik qilib, benzinda ham gazda ham cho'tib yuradigan qilib beramiz. Gazchilarimiz akalar, bizda gazchi yo'q, shuning uchun regulirovkasini qila olmasligimiz mumkin, lekin hamma yog'i cheki bo'ladi. Olinmaslik aloqaga chiqinglar, podpiskalarga atmetkani gummillatinglar akalar. Aloqaga chiqaveringlar. Chilonzor 10-kvartal Libboy mashinani katalizatorlarini yuvib, sensor dashlarini yuvib, injektorlarni yuvib, mashinani rasxodini kamaytirib uchadigan